Ana bu uzuk bo'g'im xudo rahmatini uzugi. Bu uzugi taqasan-ki, ko'rinmas bo'lib qolasan. Nima demka bo'ylasan? Men nima qilayman? Shuni senga sotmoqchiman. Bittaroq pulni bersang bo'ldi. Hay shu ko'rinmas bo'lib magazindan o'g'irlasang bo'lmaydimi? Men haromiga o'rganmaganman. Sen menga aroq pulni ber bo'ldi, ma. 15 ming bittaroq aytar. Rahmat Ismat, xudodan top. Qani. Shunda o'zi ko'rinmas bo'laman bunda. Ko'rinmas bo'ldimmi? Ha? Endi ko'rindim. Endi ko'rinmas bo'ldim. Endi ko'rindim. Nereye gidiyorsun? Tuvalete? Ay bak. Günde 15 Mart'ta kiradi. Nima qilsa tuvaletda? Mana bu ko'radi kan? Hayotım qiyinlashib ketdi, onasiga ketsin. Hayotga o'tdi bandi. Dadam kelib qolmaskan. Meni chakib hech kim gapirmasin. İbi. Ha! Lan Doşurtsi ele çekeceğim. İbi. Malades. Turn in the bitch ass niggas. I'm sick of being stuck in the county jail. My niggas clown, bring a pound when they post that hand. UFC'ye chiqarib o'g'il nasib bo'lsa. Ankalayib bilan qo'yaman bacham. Yana bir oydan keyin odam zotur olmaydi mani bacham. To'mirida temir bormi? Davay. Qara, hamsiyani bachasiga qara, turbani urib o'tiribdi. Ana shu bacha chempion bo'ladi. Bos, Zokirjon, bos. Hamsi shu deysiz kecha bacham Dog'istondan keldi. Nimaga? Habib bilan tryukarlayapti. Habib partiyada olibdi. 7 nasib bo'lsa bacha Amerikaga ketibdi. Nimaga? UFC'dan kontrakt tushgan. Kontrakt o'ylasam nasib bo'lsa Ankalayib bilan qo'ygan. Ankalayib bilan shu qonma-qon jona-jon urishadi bacha. Bitta tayyorlantirmabsiz-da bachani. Nima ya? Grant. Azlash. Hamsiyani bachasi bilan urishasam? Yo'q. Nimaga? Sen qator bacha-ku ya. Qo'y qamamda 10 yildan beri turnovka qilib, o'yladi meni. Nimaga qo'rqasan? Nimaga? Urushasan? Urushasanmi? Davay. Turing hamsiya. O yer ichida. O'ying uradi mani bacham, o'ldiradi. O'ldi. Astag'firullah. Bacha zo'r bilan urishib zo'r bilan. Turing o'lmaydi. Tomirida temir bormi? Menga qara bacha. Agar tayoq yeysan, ana shundan yana 10 ta yeysan, tushundingmi? Urdama, men qanday bo'lsa ham ur bachani. Zikroq, qayn bacham. Katta urma. Hurmati bu hamsiyamiz bilan. Professional bilan ko'rsam bachasini urishab qo'ymasalar-da. Davay. Arqaga qarab turaman bacha, tayoq yeyishini ko'rasin deyman. Davay bacham ur, davay. Urdi. Malades! Urdi, tirishtirdi mana. Voy bile Ankalayib yedik-ku. Rossiya borgandan keyin to'g'ri ishlab, to'g'ri uyaga, tushundingmi? Har xil qizlar bilan uchrashib, ichib, chakib, pulingga xarajat qilib yurma. Men telefon qilanda ko'tar. Ko'tarmasang o'zim borib urib o'ldiraman men seni. Sog' bo'linglar. Davay, yaxshi bo'l. Shu ketmasa bo'lardi dadasi. Yig'lama, o'lmama, ketayotgan yo'q. Ha, bacha telefon qilaylik, nima qilib yuribdi? Alo. Ibonangimga o'chirib qo'ydimi? Ketdim men xotin. Patirdaman qandayda shu uxlab qolandi, o'zi qaytib telefon uradi. Uxlab qolmagan u. Qizlar bilan yuribdi, men bilaman. Xarakteri menga o'xshaydi. Osmonda qushlar uchganda sog'inib kelgan. Ona, Abi, sen nimaga kelding? telefon qilgan ekan dadam, ko'tara olmadim, shunga keldim. Sen telefonni ko'tarmading, izingdan ketdi Rossiyaga dadang. Ona, dadam ertalab soat 6 da telefon qildilar. Rossiyani soat bizdan 2 soat keyinda, o'rda soat 4 bo'ladi uxlab yotamdim men. Ketdim men, dadam yana bor ekan. Yig'lama muhabbat. Bu bacha Rossiya territoriyasida yo'q. Boshqa davlatga qochib ketan bu. Bizlar alda. Interpolga berdim toptiraman bu bachani. Onangimga qiradi qochib ketan qizlar bilan. Kelib ketdi darrov. Yip onangimga. Qani? Yip onangimga. Ketdim men xotin. Yonimda qoldi. Ona, dadam yo'q ko'rdi. Hozir kelib ketdi dadang seni so'rab. Mana qarang, ishlama, qo'yasizlarmi yo bordi keldi, o'ynab o'tiramizmi dadam bilan? Bu onangimga jilli qarinchika.
Boshqa davlatga ketib bizlarni alday turibdi bu. Xufiyona ish qilyapti bu. Obachangiz hozir kelib ketdi. Nima qilyapsizlar o'zi? Kelib ketdi. Unangning biroz yo'lda tutib olaman. Shu qaytayotgandirman menimcha. Hozir men bu bachani topsam, urib qo'ydiraman. Assalomu alaykum yaxshi. Hey! To'dagan? Qayerga ketyapsan? O'ya ketyapman, siz qayerga ketyapsiz? Rossiya san qidirishga. Firishtaman, qo'yinglar qani? Yur-ya. A telefonni nimaga ko'tarmaysan? O dada, Rossiyani soati 2 soat keyinda uxlab yotanda telefon qilgansiz. Qay bir puli bor deb telefon qilayotirman shu. O kuni bo'yi ishda bo'lsam, bankka borsa vaqt qayerda? Bankka borish kerak emas, milliy pay bor-ku. Milliy pay bilan Rossiyadan to'xtab dunyoning 200 dan ortiq davlatiga pul yuborish mumkin. O'zbekistonga Uzcard, Humo, Visa kartasiga yoki naqd pul qilib yuborishing mumkin. Kommunal yoki boshqa xizmatlar uchun to'lov qilsang ham bo'ladi. Shuningdek, Tojikiston, Qirg'iziston, Xitoy, dunyoning barcha davlatlariga Visa karta orqali pul yuborish mumkin. Hozir milliy payda aksiya ketyapti. 10 ming rubl pul yuborsang 1 tanga beradi. Tangalaring qancha ko'p bo'lsa, Galaxy A17 yutib olishing mumkin. 15 ta Galaxy A17 bor. Aksiya 20-avgustgacha davom etar. Shuni aytish uchun telefon qilaman senga. Oqay zo'r ekan, bilmadim-da hay shuni. Qay telefon qilsang aytamanmi shuni? Birlikda oyning qizi